Bugungi kunda atrof muhitni muhofaza qilish va resurslardan oqilona hamda samarali foydalanish barqaror rivojlanish g'oyasining asosiy maqsadiga aylangan. Ta'kidlash joizki, barqaror rivojlanish bu mamlakatlarning o'z taraqqiyot yo'lini yashil iqtisodiyot asosida belgilab olishi, jamiyatning iqtisodiy o'sish, ijtimoiy farovonlik va ekologik sog'lomligini muvozanatda saqlashdir. Yashil iqtisodiyot yo'lidan borayotgan aksariyat mamlakatlarda so'nggi yillarda yashil kimyo faol tarzda rivojlanmoqda hamda atrof muhitga zarar yetkazmaydigan sanoat rivojlanishida muhim o'rin tutmoqda, deydi Chirchiq davlat pedagogika universiteti fizika va kimyo fakulteti ilmiy va metodologik kimyo kafedrasi katta o'qituvchisi Muattarxon Akbarova. Yashil kimyo atrof muhitga zarar yetkazmaydigan resurslarni tejaydigan va inson sog'lig'ini himoya qiluvchi kimyoviy texnologiyalar va usullar majmuidir. U asosan kimyoviy reaksiyalar va moddalarni ishlab chiqarishda ekologik toza va iqtisodiy samarali yo'llarni qo'llashga qaratilgandir. Eng muhimi, sanoatning ushbu innovatsion turi barqaror rivojlanish maqsadlariga to'la mos keladi. Yashil kimyo sanoati kelajak avlodlar ham ehtiyojlarini qondirish imkoniga ega bo'lishini ta'minlaydigan hozirgi iqtisodiy taraqqiyotning asosiy driveriga aylana oldi. Bu jarayonda tabiiy resurslar tejaladi. Ishlab chiqarish jarayoni to'laligicha atrof muhitga zarar yetkazmaslikka asoslanadi. Yashil kimyo shunday texnologiyalarni, yechimlarni taklif qiladiki, u nafaqat sanoatning ekologik izini sezilarli darajada kamaytiradi, balki iqtisodiy jihatdan ham yetarlicha samara bera oladi. Masalan, reaksiyalarda toksik reagentlar o'rnini xavfsizroq moddalar egallaydi. Bu esa chiqindi va ifloslanish miqdorini kamayishiga olib keladi. Shu tariqa yashil kimyo nafaqat ekologik, balki ijtimoiy, iqtisodiy barqarorlikni ham ta'minlaydi. Suhbatdoshimizning galdagi mulohazalari yashil kimyoning taraqqiyotiga xizmat qiladigan omillar xususida. Yashil kimyoning taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatgan bir nechta prinsiplari barqaror ishlab chiqarish va ekologik tozalikni ta'minlashda qo'llaniladi. Birinchisi, chiqindilarni kamaytirish. Bunda barcha kimyoviy jarayonlarda chiqindi moddalarining hosil bo'lishini minimal darajada kamaytirish talab etiladi. Navbatdagisi, xavfsiz moddalar. Bunda toksik va atrof muhit uchun zararli moddalar o'rniga xavfsiz moddalar ishlatilishi kerak. Energiyani tejash. Kimyoviy reaksiyalar kam energiya sarflash bilan amalga oshiriladi. Imkon boricha past harorat va bosimda bajariladi. Qayta tiklanadigan resurslar. Bunda esa xomashyo sifatida asosan qayta tiklanadigan va barqaror manbalardan foydalaniladi. Katalitik usullar. Reaksiyalarning samaradorligini oshirish uchun katalizatorlardan keng foydalanish yo'lga qo'yiladi. Xavfsiz ishlash sharoitlari. Ishchi muhitida xavfsizlik va inson sog'lig'ini himoya qilish uchun qulay muhit yuzaga keladi. Ikkinchisi, iqtisodiy samaradorlik. Barqaror texnologiyalar iqtisodiy jihatdan ham rentabel bo'lishiga erishiladi. Chiqindilarni qayta ishlash. Chiqindilarni qayta ishlab, ularni yangi xomashyo sifatida qayta qo'llash mumkin bo'ladi. Ekologik monitoring. Texnologiyalarning atrof muhitga ta'siri doimo kuzatib boriladi va jarayon yanada optimallashtiriladi. Farmatsevtikada dorilarni ishlab chiqarishda toksik reagentlar o'rniga yashil kimyo usullari qo'llanilib, organizmga zararsiz dorilar yaratish. Plastmassalar ishlab chiqarishda qayta tiklanadigan xomashyodan foydalanish. Qishloq xo'jalik sohasida esa hasharotlarga qarshi ekologik toza biopestitsidlar ishlab chiqarish. Energetika sohada esa qayta tiklanadigan energiya manbalari bilan integratsiyalangan kimyoviy reaksiyalar. Yashil kimyo bugungi zamonaviy sanoatda ehtiyoji yuqori bo'lgan ekologik toza sanoat usuli hisoblanadi. Bosh qomusimizning 115-moddasida hukumat tomonidan atrof muhitni muhofaza qilish, tabiiy boyliklarni va biologik xilma-xillikni saqlash, iqlim o'zgarishiga, epidemiyalarga, pandemiyalarga qarshi kurash hamda ularni oqibatlarini yumshatish sohalarida yagona davlat siyosati amalga oshirilishini ta'minlash belgilab qo'yilgan. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, yashil kimyo bu kelajakning ekologik
ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan fundamental va amaliy fan sohasidir. U atrof muhitni muhofaza qilish, inson salomatligini saqlash va resurslardan oqilona foydalanish yo'lida yangi imkoniyatlar ochmoqda. Barqaror rivojlanish sari yo'lida yashil kimyo keng qo'llash va rivojlantirish davlatlar, tadbirkorlar va ilmiy jamoatchilik uchun ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda. Xulosa o'rnida aytganda, bugungi global rivojlanish va iqlim o'zgarishlari sharoitida iqtisodiyotning sanoat tarmoqlarida yashil texnologiyalarni qo'llash orqali tabiatga yetkazilayotgan zararni keskin kamaytirish, ishlab chiqarish va tabiat uyg'unligini ta'minlash imkonini beradi. Bu esa pirovard natijada yurtimizda ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.